Endi siz kelgandan albatta bu tünügün tahi bu Sam Cooper'ninki uzun makalesi çıktı endi. Başka siz mi şu beta Xitayninki lagerlerde köyleringiz mecburi emgek nimesida. Baştan keçirgen bu işlerni başka axbaratlarga berdiniz mi? Bunun kim bir size akşam? Bursida endi men nima deyishni bilmadim. Men hem ishni ko'rgan bo'lganligim men buni burun nega bergan bo'lay, men bundan keyin yana buning qilgan etkenlerini pash qilishdan to'xtamayman. Şu zulüm ichida yashayotgan odamlar uchun buni cho'qim bir odam oshkorlash kerak. Hoş hoş. Hayatta turishimiz bu cho'qim bu qilish tegishli ishimiz bu asli. Doğru. Öydüklerim onu bunu kıvıtıdı. Bizden öydüklerimiz şu yerde Xitayning qo'lida. Bizning öydüklerimiz şu. Biz muşularni qilmay turib, şu zulmni yilimi ko'rayotdi. Biz ağzımızını yumib olsak, o'shani biz yurug'ini ko'ramaymiz. Hoş. Vatandaşlar davomli izlab yashaverdi. Son İngilizce e'lon qilingan maqola şu Marongchong degan Xitoyga mana Kanada parlamentidagi rasmiy qattiq urilgan bir kaçat oldu hamda. Bu Margaret xonimga to'xtamay savol so'rab ketganda, sen ko'rdingmi u bu deb. Nomussizlarcha bu gaplar chiqqandan keyin g'ingshib kechirim so'rabdimi, hamda voy men Shinjan demoqchi edim, ammo og'zim talaffuzim ketib Shinjan ketdi. Xuddi bir kichik bolaga gap qilgandek, xuddi bunga ishingandek birisi. Aşı derecede hamda. Bu nomussizlar yani. Hamma yerda o'zining jinoyatini yapışqı tirishib o'tirgan